Mayli, yaxshi o'tiringlar. Otajonisi, pul bering, ertaga do'konga borib ko'ylak olmoqchi edim. Yaqinda olmadingmi? Yana olmoqchiman. Bu kamlik qiladi. Hammasi bor. Rahmat, otajonisi, pullaringiz ko'p bo'lsin. Oyjon, kechog'ingiz menga yangi kiyimlar olgin deb pul beruvdilar. Qarasam hammasi yap-yangi ekan. Keling shu pullarga sizga chiroyli ko'ylaklar, ro'mollar olamiz. Menga kerak emas, o'zingizga berib, o'zingizga oling, bola. Oyjon, iltimos yo'q demang, yuring, bugunoq borib olamiz. O'zim asal kelinimni aylanib, mehribon kelinimdan o'rgilay. Qani, ketdi, yuring bo'lmasa. Onalarning eng go'zalligi, eng go'zal sovg'a. Buni kim olib keldi? Ertalab o'g'lingizga aytgandim, buyurtma bergan ekanlar, darrov yetkazib berishdi. Sizga ilindim, oyjon. Voy jonim bolam, o'zim asal qizim, mehribonim. Oyjon, siz eng yaxshisiga loyiqsiz. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Rahmat qizim, rahmat. Bo'lib qoldingmi? Ha, hozir. Soat 8 ga aytib qo'yganman restoranga. Otajonisi, oyjonimlarni ham olaylik. Ikkalamiz boramiz degandik-ku. Oyjonlar ham borsa juda ham boshqacha bo'lardi. Hammamiz maza qilib, o'tirib, gaplashib, aylanib kelardik. Tushunarli. Mayli, unda oyim tayyorlab olib chiqdim. Rahmat. Assalomu alaykum oyijon. Voy, va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Onajonim, men ta'tilga chiqdim. Juda yaxshi-da. Ertalabdan Zominga ketamiz. Maza qilib tog'da, toza havoda dam olib kelamiz oyijon. Zo'r ish bo'pti-ku, qanday yaxshi. Bir hafta. Yaxshi ish bo'pti, zo'r bo'pti. Ertalabdan xudo xolisa Zominga. Bo'ldi, bolam. Xo'p. Yaxshi o'tiringlar. Adasi, hozir oyjon. Mayli, qaravering, bola. Qani. Oyimlarni ham o'zimiz bilan birga olaylik. O'zi 3 kishiga joy band qilganman bir haftaga. Mayli, oyingni keyin safar olib boramiz, bo'ladimi? Uyga borib kelamiz. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zafaron Prem Hotel mehmonxonasiga xush kelibsiz. Marhamat qilsangiz, sizning xonalangiz tayyor. Bizni belboyingiz sizni xonangizga ko'rsatib qo'yadi. Bunaqada birinchi ovqatdan olamiz uni. Ularimiz bular olib chiqamiz. Rahmat. Havosini qarab, tozaligini, chiroyli go'zalligini qarab. Yoqdimi sizga? Voy, juda yoqdi-da bolam. Baraka topgin jonim bolam. Oyi, Yaxshi keldinglarmi? yaxshi. Siz bu yerdanmi qolasiz? Qizalog'im, senga syurpriz qilmoqchi bo'ldik. O'g'lim meni kecha olib kelgandi. Yo'q, adasi, nega menga aytmadingiz? Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom, keling bolajonim. Yaxshi yuribsizmi? Rahmat. Yuring, ichkariga. Mayli, onajon. Shoshib turuvdim. Mahallangiz kelganda siz bir ko'ray dedim-da. Voy, bolajon. Onajon, sizga zafaron olib keldim. Nima ekan bu? Juda ham shifobaxsh giyohlardan tayyorlangan, novoti bor, asali bor, choylari bor. Maza qilib ichasiz. Yosharasiz, asablaringizga juda ham foydali. Eng muhimi, yuzlaringiz tiniq bo'lib turadi. Yosh bo'lib yurasiz, onajon. Voy, balki toping. Mayli, onajon, men ketdim. Voy, o'tirsangiz bo'lar. Mayli, xudo xolisa bemalol kelaman. Oyijon, Voy, keling bolam. assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz bolam? Yaxshi Rahmat, o'tiribman. sog'lig'ingiz yaxshimi? Ha, Yaxshi o'tiribsizmi? rahmat. Rahmat. Sizga issiqdan shashlik olib keldik. Voy bolajonim, har doim shunaqa odamni xijolat qilib, tez-tez qavrab turasiz, har doim menda. Onajon, siz ham meni o'z onam deysiz. Rahmat, o'rgilay sizdan. Gapga borib turibsizmi, oyijon? Ha, borib turibman. Mana bu 2 oylik gap pulingiz, onajon, oling. Voy bolajonim, xijolat qilasiz. Umuman xijolat bo'lmang. Keyingi 2 oydan yana beraman, xo'pmi? O'g'lim yo'q deb xafa bo'lmasam ham bo'ladi. Siz meni o'g'lim deysiz. Iloyim tan joningiz sog' bo'lib, qizim bilan qo'sha qarib. Adasi, rahmat, sizga juda ham xursand bo'ldim. Avvalambor senga rahmat. Juda ham onamga mehribonsan. Har doim onamni shuni qadrlaysan. Boring shu. Sizni ham boringizga shukr. Shunday qizni tarbiyalab, menga berganingizga katta rahmat, opa. Voy xudojon, shundoq mehribon, oqibatli o'g'ilni voyaga yetkazib, menga o'g'il qilib berganingizga sizga rahmat. Voy bolajonlarim, Ilohim baxtli bo'linglar.